ismli zo'r komediya filmi Ayfotamning kuyovg'ul tanlashi. Acaba kamış kamış yok erken ama. Ay koşunlar. Bir gün çumçaydı bak bu. Muş eğlendi diyindek bunun sıkkını. Şu xandandan bop kaldı. Mana bu xandan yürüsüge mavu erkes yürüsüge. Boldu endi. Haksızlık karmaydı ha. Anladın mı? Anladın mı avazını? Vay. Avaz çıraylık mı ki? Neme degan yakınlık ey. Oy, kıralar. Abba. Qanday ahvolimiz yaxshimi? Bil. Tinchlikmi? Ataslar. Dada abba, bu ayda buldu. Ya tanışıp kaldık, şunun senden görüşüp baksın dep geldim. İsminiz ne? Neme dedi? Kızım bayan Eldao dedim şimdi dedik. Ne isim bu? Oy, onda emas dada. İsmi Ahmetcan. Ha. Bu ayda degini Ahmetcan rejissor degan gap. Rejissor? Kızım bir çay koyun ha. Pa. Vay siz rejissor olsunuz. Bu rejissor degende 50-60 yaş kirgende anda rejissor bulalaydı davatlat deyip bek kaltıskensiz mi? Ay. O 50-60 yaşlık o rejissorlarniki vakti ketdi ulanım. He. Ma devir biz yaş rejissorlarning devri ma. Ha. Vay demişsin o yaşlarının kalısıga uç uludu, ilgar uludu ha? Hemmişler devir maslaşkan bul demez mi? To'g'ri. Bek kaltıskensiz. Qaraganda siz şu rejissorlik xizmati bilan da shug'ullangansiz ha? Shundoq. Men rejissor. Qizinglar bilan shu kasbim munosabati bilan tanishib qoldim. Oy, ha? Oy sizlar nerede tanışkan? Bir kuni men turmush ko'zitib, jamiyat ko'zitib, ko'chlarda orlab, mushu buda qitim ishlamoqchi bo'lgan 9 tomliq romandan o'zgartib ishlangan xalqaro filmga material to'plab, al ichida artist izlab, say bozor ketib qolsam, qizimlarni ko'rib qoldim. Ha, mandada. Sizning o oydaki xalqaroliq o film shu Sayvazirda ishlanadigan film bitta. Ay kat. Bu degan shahar qit'alarini otlab ishlaydigan film o. Ha, oy bunda da. Ha, unda olsa onun oxiri qanday bo'ldi? Shuning bilan to'g'ri qarsam qizlarniki turqi. Qash ko'zi. Damma maqtib ishlamoqchi bo'lgan xalqaro filmdagi bosh obrazni qo'yib qo'ygandekla o'xshaydi ekan. Rahmat sizga. Bak qizingizni bu shu buyuk asar uchun tug'ib ekansiz. Voy, bu mening qizimga kinochimisan. To'g'risini aytgan chog'da kinochi emas, aktyor. Ha, shu emas-ku. Haqiqiy san'at el ichida. Haqiqiy kino turmushda. Haqiqiy aktyor bo'lsa, Sayvazirda. Ay, jim turinglar. Ha? Ma büyük dunyoviy kinoning gapini qilyapti-siz. Ha, ma'qul. Action. Ha. Shunga u mayli aktyor bo'lsin, bo'lmasin, o'zim bir qo'lliq tarbiyalab, yeyishan kino cho'pini qilib yetishtirib chiqiraman. Bu yeyishan deganingizmi? Oshqozon osti besi deganingizmi? Kat. Eng dangliq degan. Mening bu qizim shu kino cho'pini bo'g'daklik qiz. Very good. Nice. To'g'ri dedingiz. O'ylab boqing. Shundoq birisi kino sohasida jilvalanmay ko'milib qolsa, bu dunyo kinochiligi uchun bir cho'pir echinish ish qo'yib. Rost deysiz. Voy, men bu qizimni-chu ash kinochilik maktabida o'qitdim bordi asli. O'zim o'qitma. Mana sizlar aytavur o'zinglar anglamagan, ko'rgan, ko'mgan artistlardan eshib tushadigan dangliq
kino cho'lpini qilib etaman. Oy, ajab yaxshi. Uni uzun turgan? Piqira. Uy, mana. Oy, sizga tushadigan bir rolda o'tiring. Nima? O'tiring. Men kino chiqamdi? To'g'ri. Bir ayol kishiniki roli bor. Mushu qo'shimcha bosh personaj roli. Shu ayolning roli naql tushdi ekansiz. Menma? Ha? Oy, men tushimdi? Bu tushsiz. U qandaq rol? Noiti bir g'azablik. Achchig'i yomon. Qopig'ini turibla yo'lvasini qochirib yetadigan. Ashna rol tushsiz. Sen ne aşırı tushibkansiz xotin. Ay, azgın qilinglar. Anda bo'lsa, siz bizning damliq cho'lponlarimiz bilan, haqiqiy san'atkorlarimiz bilan davomli aloqa qilib, shular birga ishlab turdi ekan-sizda. Men u artistlar, mening uchun damliq artistlar emas. Men unda odatdagi odamlar bilan hamkorlashmayman. Bizning damliq cho'lponlarimiz bilan hamkorlashmamsiz? Men degan xalqaro film ishlayman. Ular meniki saviyarimga mos kelmaydi ular. Shunlashqa o'zim tarbiyalayman, o'zim ishlayman. Aştaqdan. Xotin. Ma bala şu kızımızın çolpan kılığını kaptım o ya. Turmuş işlerimi bağımı ki. Kızımız yeniden tanışkan demedi hem de böyle yapılıp gitti böyle. To'g'ri qaram, siz davliq rejissor ekansiz. Ma qizimizni mo davliq cho'lpon qilman da'vatsiz. Bugun siz shu yerga ochiqli davr. Siz bu yerga bugun qizimni kino chiqarib keldingizmi yoki turmush ishimizni o'ylashmoqchimi? Bo'lishmanda deyishdak yer yo'q buningki. Sizlar qo'shilsanglar to'yimizni qilamiz. Qizinglar rolga chiqdi, men rejissorlik qilaman. Shuning bilan kinochilik sohasidagi dangliq bir juftlardan bo'lib ketamiz. Aslayga Moskvada lab qolsa chaqiraman. Qaraganda siz kino ishlaysiz. Qizimiz shu sizning kinoingizda rol oladi shundaqmi? Nice. Tamamen to'g'ri. Mana qizimiz kino ishlab cho'lpon bo'lib ketsa, men u kino qatnashib rol olsam, ha? Voy, sizlar qanday qilasizlar? Nima ish qilasizlar? Men sizda menshonlig'i mom to'sham. Mayli, u mu bo'ldi, ha? Rolga yaramagandan keyin. To'xtam. Dadamga tushgan bir rol ajmi? Ha? Do'q qirsam. Dadam shu ayoldan qo'rqadigan, ayoli sizgan siziqdan chiqmaydigan, ayoli nim desa shu deydigan o'sha obraz naqli tushdi ekan. Akalaga quramiz. O'zimni chapinda kiygandek dal bana tushdilar ekan. Anda qo'shchi balam, ash dunyoviy filmlarimizdan birini qo'yib birga o'zingiz ishlagan. Hozir ko'rib boqaylik. Hozircha yo'q. Nimishga? Siz ag'ashgandingizmi yoki unutib qolibsizmi ishxonangizda? Haqiqiy bir yaxshi rejissor hayotida bir ikkili film ishlaydi. Oningda 5-10 yil, hatto bir umr vaqt ketadi. Siz ömrümüzde bir kino işlesiniz, mening qizim qayerganda andin ishlamda o kinoni. Nadacha shu buni ishlab turamiz. Men sizdan bir gap so'rab boqay. Siz bu kinochilik sohasiga qanday kirgan? Mana kino maktablarida o'qiganman. Haqiqiy rejissor bu maktabdan chiqmaydi. Nereden chiqdi? Jamiyatdan chiqdi. Men asli bir tamchiman. Bir kuni shu biz tam qo'pirib olsak, 7-8 shunda u bir balla keldi, apparatdan yetkab oldimizga. Qarsam bir narsadan tatotdi. Asalli nima gap u? Nima gap? Nima obdan gaplar. Shundan ola keta aka shunda shu kasbni tashlab, saychi bir shogun bir ag'inam botdi shularga deb. Biz birlikda bunday bir film ishlamda olsam, mayli dedi. Shuning bilan biz birlikda shu kinochilik sohasida izchil holda taraqqiy qilyapmiz. Va adam qila oladi uni. Demak shu, mana qo'lga chiqqidek, yo bir jonli boqqidek bir ish yo'q-da, ha? O bopma qoldi. Bir kun olmasa bir kun bo'ladi uninki. Shu vahshiy bir filmda birini ishlayapmizda, uni ishkir Shinjam qo'ydigan bo'lsa, pulga suvdak kirdimi? Ha. Doyam balam. Anda bo'lsa suvdak kirgagicha
Qandaq qilasizlar? Hamma turmushinglarni. Ma jonning pul topmasanglar nima deb boqsizlar? Vaqtgacha da bir kalti filmlarni ishlab turamiz. Hozir bu qasam qaraman. Mushu tur sohasida yine quruq gapni bulug'chiga chiqilayotganligi muzikada bilib qo'ydigan mushtaq filmlar shunda bir olqishga erishibdi. Agar u bo'lmay qolib qolsa shu ishimiz shu g'alati kiyinib, afsullarni o'ynab, shu pike qilgan bo'lsa, oshliqdan so'g'atni bulug'chiga atagan jumashlarda. Va sizning deganingiz haliqi belining so'ngiga egilib qolganda, sag'risini to'yga olg'ab, usul o'ynaydigan ashuna qishlarni demoqchiman? Men sizga desam qara. Ha. Mush 4-5 mush saychi, mush şu tamchi og'inlarimni karxonchilarning oldiga boshlab opirib, ma bizningki Juzo'ningki chiroqchisi, ma bizning Juzo'ningki shoshanchisi, ma bizningki Juzo'ningki ovozisida tunishtirib pulni avvalga olib bo'lsa, vaqtiga yana ish bilimlarni qilib pulni berdigan bo'lsa, bo'ldi, pul degan keldi degan. Baribir u filmlarga ma rejissor, ma bu ssenarist deb yozmaganki, asalli ish uchun deb ketdi biz. Şu karxanchining doppisiq jigdisi o'tidikansizlarda. Ha bo'pti. Undaqda mening qizimni olib shu yerga, haliqi alijoq saramlidak, kekashlidak, shu ekranga chiqib bir-birini tillashib, rasvolashib, ma haqmi? Alani tillab turib ko'rdigan, pul atadigan ashuna qishni qiladi demoqchiman. Voy, tillasa tillamamda oldimizga kelib tillamaganki, tiqib bakar aytib qo'y. Shu tillab turib ko'rdiga ashni, tillab turib so'g'atlarni atadi ekan. Tonolsinlar babadimi? Tonolsin debla qizimizni ekranga chiqarib qo'yib, ma dadisi, men, aksi, rasvochilikni ko'rib o'tirimizmi? Voy, sizlarni ko'rmas kisab otasanlar bo'ladigan nima u? Chiqarma uydan. Senchi, berib Aşında kızını koçağa çıkarıp koyup qarab o'tirdigan haqni o'rganib bagipang degini do'yan degini o chapdi kech do'yan. Kat! İşlemsakmi işlemayli bo'pti. Qizinglar menga basanlar bo'ldi. Ha? Yo'q. Hey, axlat yo'qmi bizning aytsang bergan? Ma degan oltin, chiqama uydan. Ma chapdi kechni da'vatdan kimdi ne? Voy, bu shundoq sarangligim ishindi ekan deymi haqlar? Voy, boshda qilsa, shunda o'xshaydi desam, qani narsansiz ömrümde birini ishlayman dedi. Voy, ömrümde emas, 10 ömrü olsun ishlaymaysan undan narsani. Qizingizni ba'misingizmi ba'man, lekin Abay degan rolni obda o'ynashmaqan shunda tishkar olasiz ekan. Ey, otlarchi berib pachiqini chiqinglar mani. Ya artık qilib ishlamidinglar. Ya qabdi. Aşı bisipla hemimiz bir artist olup ketamiz desem bu iş mi qamdashmadi ha? Voy, bo'ldi. Mavo ko'chilikka termaga artistning jiqligida shu qiziqchilik biz olsaqmi qo'shilmaydi. Oldin qitim qushxonliq bir xerida kelibdi. Nima deydiki desam, birdan semizga deydi go'shni, birdan mayliqga deydi. Chiqilib yilib buni deb menamni yeb ketdi. Mana shu. Shundan bilan o'sha mana hamsi deb ilg'ir esiqliq to'g'an go'shni elib etdi. Mijajgisidan ilib qo'yibdi ma'lum. Ay yamanligini qara. Voy jimotra sen qo'shiq solmay. Yelib qo'y. O'g'avla. Davamlaştırım. Mandachi o'tadi. Bu xotin kishi degan-na. Kunda bir haqiqatim bo'lsa-mu bir savab tug'iliq ekan. Bo'lmisichu? Men gadangi meni ekan. O'g'avla. Erkek, shunday qilish kerak. Siz mening kuyovim-da.